Assalamu alaikum, aziz muhtaram qarindoshlar. Bugun o'ylamagan yerdan qaralsiz, shu plansiz, tuyuqsizlik qarshinglarga chiqib qoldim. Buning uchun vaqtimni olgan bo'lsam kechiringlar. Bir qarindoshim mening kostyum kiyib, galstuk taqib chiqishimni tavsiya qilibdi. Men uni e'tiborga oldim. Bu qarindoshimizmi bu gapni o'ynab demadi. Jamoatga xitob qilg'uvchilar obrazga diqqat qilish majburiyati bor. Obrazga diqqat qilmasa bo'lmaydi. Qanday ko'rinish tarzini o'ylashmasa bo'lmaydi. Buning uchun normalda davlatlarning reis cumhurlari, padişahlar, diplomatiya xodimlari boshqa davlatlarga ziyoratga borganda, murosimlarda davlatning ma'lum organi tarafidan belgilangan kiyimini kiydi. Mutaxassislar tarafidan loyihalangan bir obrazli ko'rinadi. Gitlermi her zaman cemaatga nutq so'zlashdan burun o'zining jamoat ko'rinish tarzini tadqiq qilgan, filmga oldirib, bu haqiqatan ham chaqchaq qiladigan ish emas. Balki mening ko'ynak bo'lib o'tirib so'zlashim nurg'un qarindoshlarimizga meni xunuk va kasalman ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Bu hol ularga yoqmagan bo'lishi mumkin. Bu to'g'ri. Bu diqqat qilishga tegishli bir masala. Buning uchun men qarindoshimizning so'zini e'tiborga oldim. Endi bu temani o'qiyapsizlar, namoyish haqidagi ikkilanishlar, dushmanliklar, endişeler. Aslida bu resmiy mushu mavzu o'z ichiga oladigan mazmunlarmi emas. Biroz mazmun chetnab ketishi mumkin. Bu tog'dan bog'dan desam bo'ladigan bir so'z bo'ladi. Buning sababi javob berishga tegishli savollar, ba'zi ikkilanishlarga, ba'zi dushmanliklarga, endişelerge, gumonlarga javob berishga tegishli. Ve onundan başka namoyishni yana qayta sharhlashga majbur bo'lyapmiz. Bu sebepten yezib qo'yilgan mavzudan biraz chetnab ketishimiz mumkin. Onun için qarindoshlarımdan kechirim so'rayman. Navbatda Amerikada yoshlarimiz namoyish qilyapti. Bu bütün dünyadaki Uyg'urlarga ma'lumlik. Ve bu namoyish haqida turli inkaslar var. Bu inkaslarni ikki cho'ng asosiy kategoriyaga ayirsak, salbiy inkaslar ve ijobiy inkaslar. Qo'llash sadalari ve düşmanlik sadalari. Bunday desak bo'ladi. Endi düşmanlik sadalari yangrayotganlar Uyg'urmidir? Bu savol ko'nglimizdan kechadi. İxtiyorsiz oldi kechadi bu. Nima uchun? Namoyishda ko'k bayroq lapildanyapti. Xitoyga qarshi shuarta olunyapti. Agar bir Uyg'ur, rastli Uyg'ur bo'lsa, ko'k bayroq lapildayotgan, Uyg'urning sadasi yangrayotgan bir namoyish haqida
düşmanlik talaffuzdagi gaplarni qilishga qanda tabiati badi. Vijdoni sızlamadimi? Nomus qilmadimi? O'ylab baqmadimi? Bu savollar ko'nglimizga kechdi. İxtiyorsiz oldi. Xo'sh, bu düşmanliklarda qonuniy bir sabab yoki aqlga uyg'un bir sabab ko'z tutishga majbur bo'lganliklari uchun sabab qilib Xitoylar buni qildiryotidi. Buningdan maqsad Uyg'ur qurultayining inovatini tushirish deyilibdi. Anamda bizga o'ylaydigan yana nurg'un masala chiqadi. Aldı bilan shuni qistirib qo'yay. Buni o'ylashdan burun salbiy inkas yozuvchilar agar o'zininkining to'g'ri ekanligiga ishonsa, to'g'ri qilayotganligiga ishonsa, vijdonsizlik qilmayotganligiga qat'iy ishonchisi bo'lsa, nima uchun ismi bilan o'tirib chiqmaydi? O'z ismi bilan chiqsin. Öz ismi bilan vaqirsin, öz ismi bilan murojaat qilsin, boshqalarga chiqmaslik uchun. Hatto tashkilotining nomidan murojaat qilsin. Demak, buningdan ko'rinib turibdiki, bu dushmanliklarning bir vijdonsizlik ekanligi, uning uchunmi o'zini oshkorlayolmaydiganligi buningdan ma'lum. Biz mushuning qarabda diagnoz qo'ysakmi yetadi aslida. Lekin apineni o sorgaqqa bahana oldu degan tamsildagi o'xshash. Ba'zilarga bu gumonliq inkaslab bahana olib, anda davassa, bana davassa deb uni bahana qilib bu namoyishga qatılmaslik uchun g'ururligini, vatan millatga bo'lgan muhabbatining susliqini yoshirishga tirishmoqda. Endi keldik bu salbiy inkaslarning asos qilgan ahliqi bahanasiga. Buning aqsida Xitoy bor deganni gaplashishni biroz. Uning aqsida Xitoy bor. Xitoy emas, aqsida emas, oldidilla bir Xitoy bo'lsin. Deylik ki bunu Xi Jinping tashkillagan bo'lsin. Lekin u yerda ko'p bayroqlar yapıldırsın. Xitoyga qarshi short olinayotgan bo'lsin. Buningga qatnashsa nim bo'ladi? Bu savolni o'ylab ko'ring. Namoyish nima? Namoyish ko'chada qilinadigan bir ommaviy harakat. U maxfiy operatsiya emas. Bir tashkilotning planliq va ma'lum qozonch ko'zlangan partizanlik harakati emas, operatsiyasi emas. Ko'chada qilinadigan ommaviy harakat. Bu harakatga qiziquvchi har kim qatnashishi mumkin. Boshqa millatlar qatnashishi mumkin. Agar qiziqib qolsa yoki hech kimni anqamay nima shulayotgandi deb qatilsin bo'ladi. San avisa g'olg'un bo'lsa bo'ladi bu namoyish degan. Odam qancha ko'p bo'lsa. Onunla kimlerinin qatılışı mühim emas. Kimlerinin teşkillashi mühim emas. Mühim bo'lgani men ilgari dedim, yana takrorlayman, ko'tarilayotgani bizning bayroqmi? Ko'k bayroq. To'linayotgan shuvar bizningmi? Bizning shuvarimiz. Xitoyga qarshi shuvar. Uyg'urning sadasi. O'qilayotgan bayonot bizningmi? Bizning sadasimiz. Bo'ldi, yetarli. Xi Jinping tashkillagan bo'lsin. Nim bo'ladi? Bu nuqtadan
namoyish xuddi bir kelkunga o'xshaydi. Kelkun. Kelkunning suzuk bo'lishini biz talab qilolmaymiz va bu mumkin emas. Shundaqla kelkunda nimalar aqmaydi? Löjüler, eski borular, yağaç taşlar, itning ölügi, her narsa iqishi mumkin. U bir kelidi, ketidi. Kelkun. Endi ko'k bayroq lapildisa, Uyg'urning sadasi yangratilsa, inavit chiqib ketadiganlar kelaydi. O'ylab baqdingmi buni? Ko'k bayroq lapildisa, inavit chiqib ketarmish. Bu qanday mantiqqa bu? Sening nimaga inavit chiqib ketadi? Demek sen onun qarama-qarshi frontdimi? Sening maqsading boshqami? U o'zlarining nima da'vatqanligini bilamdi bular. O'zining qaysi mavqega chiqib qoladiganligini bilamdi bular. Agar bu shu tashkilotga vakillik qiladigan sada emas deyilsa, bu tashkilot o'zini aqlash uchun darhol bir murojaat e'lon qilmoq lozim. Agar unda olmaydi ekan, bu salbiy inkaslar bu tashkilotga vakillik qilib qoladi. Mayli u ismini yo'shilgan bo'lsa-mu, bu tashkilotning inovatini qo'g'dimoqchi bo'lgan bir salohiyatda shunda talaffuzda o'tirg'i chiqqan ekan, uningga vakillik qilib qoladi. U chaqda bu inovat haqiqatan chiqib ketadi. Ko'k bayroq lapildisa, Xitoyga qarshi shuvat to'g'lansa chiqib ketadigan inovat qanday inovat bu? Bu yanto bir yerning girvikidagi bir inovat. Sangalab qolgan bir inovat bu. Aslida yo'q bir inovat bu. Uningdan boshqacha ta'bir berib baqamay anglab baqay. Qadirligim ko'k bayroqla pildayotidu. Xitoyga qarshi shuvar to'g'lanyapti. Uyg'urning yurak sadasi yangrayapti. Sening nimaga inovating chiqib ketadi? Sening maydoning uningga qarshi demak. Agar qarshi olmaydigan bo'lsa, darhol ovozingni chiqar va pozitsiyangni bildir. Oshkor holda butun xalq anglasin. Inovatni qo'g'dashning eng to'g'ri usuli bu. Shundaqla murojaat qilganki, bizning tarafdorlarimiz, qo'llag'uvchilarimiz va Amerikada turishliq a'zolarimiz darhol berib namoyishga qatilinglar degan murojaatni e'lon qilishga majbursan. Agar bunda qilmasang, demak sen ko'k bayroq lapildisa, inovat chiqib ketadigansan. Bu Shayx Saidi Gülistonda shunday bir gapni qildi. Xalq javohiratlarni, saxt taşlarni ayırıydigan sarrabdır. Sen meyli üzerine qanchalik egiz tut, meyli qanchalik tüven tut, xalq sening qimmatingni biladi. Bu aqliyani men bu salbiy inkas qilg'uchilarga inovat haqidagi endish qilg'uchilarga taqdim qilaman. Xalq oxiri biladi bir kuni kimning qandaligini. Biz namoyishning qanday harakat ekanligi haqida nayt ko'p to'xtaldik. Namoyishni tashkillovchininki nachar odamligi, tashkillovchining
yoşurun bir düşman ekenligi tüpeyliden apırıp bizni yağı taşlayıtıdığan bir tarafı yok. O köçede bir toğa yerde turup vakıraydıgan bir iş. Onun için üyedeki 3 nokta dikkat kılıdıgan. Bayrak, şuvar, bayanat. Eğer o bizning olsa, boldu onunla qatılgılık. Onunla Xitaylı kelip qatılışı mümkün. Tarixten bolgan. Teyvellik Xitaylar, Falun Gong Xitayları, Demokrat Xitaylar, hatta nemişlikini uqmay anvaqib qalgan başqa kommunist Xitay qatılışı mümkün. Nim boludu? Qatılışı mümkün. Namayış qancha golgun bolsa, adam qancha köp bolsa, şuncha yaxshi. Onun alayidligi o. Teşkilatni axlat yo'l to'ldirmaymiz. Teşkilatni çekip adam tanlab uni yo'l to'ldiramiz. Ama bir namoyish ko'chirki narsa. Bu yerga biz beltelib kirgizimizmi? Da to'saq qilib ele. Kimlik ko'rsat, sen kimsen? Qanday odamsan deb uni tekshirimizmi? Salohiyat tekshirimizmi uningga? Ko'chadagi bir harakatga onunla her kim katılışı mümkün. Üyede Uygur'a karşı şuvar dolanmasılı buldu. 5 yıldızlık kızıl bayrak bitirilmesılı buldu. Dikkat kılıdığı yeri bu. Xitayning menfaati üçün çoğan selinmesılı buldu. Namayişinin işi o. Endi bu namayişga qanday adamlar qatılıp palanchi vaken ben barmayman. Bu bahane bu. Bahane bu. Palanchi olsan nima futlaştı bu? O sanna paşa turdu bu. Nim buludu? Eğer eti ögen deyli ki bizning fantaziyalarımız, şiirin düşlerimiz emelge eşip Şarkı Türkistan azatlık hareketi başlansa ve bu harekette bunda bir çoğun hareket köpünçe aşkelkindek oludu. Elkanda galdı gaş ketilip gitişi mümkün onunla. O zaman palançı vaken dep sen bu hareket kim katnaşmamsa o vakta öyle oturamsa. Nişan enak olsan qarindaşlar. Kim üçün qılımız bunu? Nim üçün qılımız bunu? Bu nişan enak olsun. Mesela 2009'nun bu tarafında ben 5. iyulda namoyish qilib kelyapman. Köp yıllarda üzem yalğız, ailem bilen. Ama bu zamanlarda 5. iyuldaki namoyish hakkında Uygur Kurultayı çakırık çıkarıldı. Men qilgan bu namoyish Uygur Kurultayı çakırık qilganlik uchunmi? Men uni Uygur Kurultayı chaqirganlikdan qildimmi? Onun ovoz qo'shmasam bo'lmaydi deb qildimmi? Xiyolimga kelgan yo'q. U mening vazifam bo'lganlik uchun qildim, burchim bo'lganlik uchun qildim. Aş ingrayotgan xalqning bu yerdagi vakillarimiz erkin dunyodagi. Ular vaqirayolmaganlik uchun biz vaqirashga majburmiz. Aşılar uchun vaqiraymiz. Ular Xitoyning tilligisi bo'lsinmi, yeyishga majbur. Biz bu yerda tillaymiz Xitoyni. Biz ularning ovozi. Onun uchun uni palanch tashkillaganlik uchun emas. Palanch chaqiriq chiqarib tika ovoz qo'shay uchun emas. O'zimizning burchi bo'lganlik uchun qilamiz. Buni tunayli hech bo'lmasa qarindoshlar. Onun beşidikini, ayıgıdikini, aqsidikini surishti qilib nima u?
Teşkilatninkini surishtiqil agar qiladigan bo'lsang. Aqsti kim bu? Bu beshig'i chiqib olgan guy kim bu? Bu huddigar. Bu konu daşqal bu. Her zaman muşunulu görümüz var biz bu 20 yıldan beri. Bu huddigarni. Bu qizadi nima adam bu? Uni surishtiqildigan bo'lsang. Teşkilat qurulması sap buluş gerek. Saplıqni uyarı sürüştürümüz. Namayış demez. Namayışqa her kim qatılışı mümkün. Falan kimi bakan emasmi? Yo, bo'sining bo'ldi dedi. Vaqirashib turdi, ovoz chiqardi. San aviydi. Nim bo'ldi? Bu kadar bema'ni olmaydi qarindoshlar. Gap mashummi? Endi yana shunimi deb qo'yay. Ba'zi cho'kkan qiyiqning kapitallari agah olanglarki, bu hareketden faydalanıp özünü paydaşlap gösterişke tirishmanglar. Sizlar bu harekette bir omma, bir nafar bunun başlamchisi emas, teşkilligisi mi emas. Bu salahiyetinlarni esingizda menga unutmasdan ching tutinglar. Ve başkalarını bunu bilip koysun. Bu çökken kıyıkның kapitalları üçün bu qutuluş çemberi qılıb rol oynayatqan buluş gerek. Ama xiyalın çağlamasın ki bu hareket ularning tizginidimi emas, komandallıqidimi emas, teşkilleşidimi emas. Ve ularni bundaq bir xamtamadi bo'lib ve bunu bilmegen xalqqa özünün işi kabi ko'rsatib özünün xizmat dafteriga bir gum yazılanması. Yok. Bu sizin işiniz emas. Bu aşı yaşlanan işi. Yaşlanan işi. Andın yana bir mühim mesele şu ki biz yıllardan beri bugün muşu yaşayatqan Uyg'urlardan keyin qalsa, keyinki avlodga borganda bu da'vo nima bo'ladi degan endishida bo'lmayotgan Uyg'ur yo'q. Keyinki avlod izbosar masalasidan endish qilmayotgan Uyg'ur yo'q. Madamiki bu yaş bolalar özligidan teşkillenip oturg'i chiqsa, bizning bu endişelerimiz taqish kerak. Biz xursand bo'lishimiz kerak. Biz bir ruhiy xotirjamlik erishishimiz kerak. Demek bizning izimizni bosadigan, sadamizni yanartadigan yaşlar meydanga kelib etibdi deb suyunishimiz kerak. Uningdan cho'chib ketishning, töge ega bo'lib degan endishining, haq bergan pulni bo'lishib yeydigan yana bir odam qatildi deb ensirashning hojati yo'q. Ular sizdan to'ytalashmaydi. Xohlasanglar kelinglar, qatilinglar. Biz birlik qildik deb olaysizlar vaqtda. Yüzünglar aq bo'ladi. Ama aqida düşmanlık qilmanglar. Resva bo'lasizlar. Çünkü bayrak, kök bayrak şu var bizning sadamiz yangrayotgan. Uningga düşmanlık qilganlarni xalq kechirmaydi. İşenmasanglar o'zingizning ismingiz bilan o'tirib chiqib baqinglar. Juritinglar bo'lsa, o'zingning to'g'ri ekanligiga ishonsanglar, o'z ismingiz bilan o'tirib chiqib baqinglar.
Bu vicdansızlıkni halk keçiremdiki. Anda körep bakanla. Onun için bu kutratqılıklar tüpeyilden işkilinavatqanlar, endiş kılıvatqanlar ve hata düşünüş tüpeyilden palanı baken, pustanı baken digiçiler bunda bahanlarını taşlayıp namayişinin formulasını dep koygun. Burullu degen. Namayişta muyum boğunu bayrak, şuvar, bayanat. Bu üçü bizning olsa boldu bitti. Başkasına gerek yok. Tegine koçalaşının gereki yok. Koçalaydigan bolsanız eğer, o bir teşkilat olap kurulgan vaqtida, sizni bu teşkilatga jalb kılıvatkan bolsa, qatnashishga, andın koçalan. Bu teşkilatta kimler var? Kimler bunun komandanı? Kimler bunun maslahatçıları, tayançıları? O vaqtda onun tegini ko'lab, andın yarasa, sizge hop gelse, gayilleringizge uygun gelse, andın bu teşkilatga a'zo bo'ling. Ama namayişda unda bir iş yok. Namayişda kelip tursiz, vaqiraysiz, ketisiz. Bo'ldi. Onunga bahana tapman. Bu temini bugün mushunchilik deyishib turayli, qarindoshlar. Yo'lboshqa minib qilib tushunmayotganlar uchun tushadigan yo'lni ko'rsatib qo'ydik. Kelib ketilmoq. Murojaat e'lon qilib qo'llamoq. Bu tema oxirlashdi. Endi mening bir shaxsiy gapim bor. Bir necha qiz. Bu fursatda deganim uchun uzr so'rayman. Meningki tor bitimni so'rashdi qildinglar ba'zi qarindoshlar. Tor bitim 2 ay jarayonida tor qaraqchilarining ya kompyuter qaraqchilarining hujumiga uchragan va echilmas bo'lib qolgan. Mulozimatlarga telefon qildim. Mulozimatlardagilarmi ochanmadi. Bu nayt yuqori saviyadagi qaraqchilar bo'lganligi uchun hatto mulozimatlarga echildi, menga echilmadi. Echilyotdi deydi, men açsam echilmaydi. Echilyotdi deydi, men açsam echilmaydi. Mening IP'simni cheklab qo'yapti. Bu ish oxiri ilgirki torbetni bütün detallarini, bütün yüklenme hüccetlerinin hemmini üçürep nol qilish bilan saqaydi. Endi men bu torbetni qayta quryapman. Lekin baldoqi halim yo'q. Bunda uşaq gijin ishlarga chidaydigan kalli yo'q. Nay charchab ketdim. Ko'p yerlarni unutib ketibdiman. Hozir men buningga WordPress'ni qurdim. WordPress haqida yaxshi biladigan kompyuterga usta qarindoshlarimiz bo'lsa, menga Facebook Messenger'dan xat yozsin. Yordamlashadiganga men boshqurg'uchi kimlik uchurlarini avatib beraman. Meni shu arzuyimga ko'ra shuni bana bir yardım qilsa, shu talabim. Ben onun ödüsünü çıkarmayına etti, zorluk çıkıvatıman. Hemmenlarga rahmet, qarindoshlar. Hemmenlarga rahmet. İmkanınla bağla, kök bayraqning yeniga beringlar, qarindoshlar. Allah'a emanet.